Assalomu alaykum azizlar. Yana bir bor talablaringizga binoan, erkak kishilarning talablariga binoan prostatit va jinsiy zaiflik, tez bo'shanishligi hammasiga davo bo'ladigan yo'lini bir uzoqdan olib kelib tushuntiramiz. Erkaklik quvvati yaxshi bo'lishi uchun buyrak, quvuq sohasidagi shamollashliklar birinchi o'rinda bartaraf bo'lishi kerak. Buyrakdan boshlanadi hamma narsa va prostata beziga qarab boradi. Kasallik tepadan pastga boradi, pastdan tepaga chiqmaydi ish. Xuddi davolanish ham shunaqa, tepadan pastga qarab davolanib boriladi. Har qanday mutaxassisdan so'rang, aqlli mutaxassis bo'lsa bizni gapimizni tan oladi. Ba'zi bir aql sinib bizga kommentariy yozibdi bir ayolimiz, siz u tabibdan so'rang, qahramon tabibdan so'rang deb. Unaqa kommentariylar yozmanglar. Siz qayerdan bilasiz? Men hatto spidni davolab chiqqanman, rakni davolab chiqqan, aytib chiqmayapman-ku. Biz tabiblar o'zimiz bilib ish qilamiz, sizlar quloq solinglar. Ba'zi negativ, o'sha aql sinib yozilgan negativlarga aytamizki, har bir sohaning egasi nima qilayotganligini o'zi biladi. Mashina, motor tuzatadigan ustaga biz o'rgata olmaymiz, u sohasini biladi, to'g'rimi? Ko'z avtologlari biz o'rgata olmaymiz, u operatsiya qilib u tuzatadi. O'qituvchi, yaxshi o'qituvchiga siz dars bera olmaysiz, o'qituvchi dars beradi. Ichki ishlar xodimi, tergov xodimlari, sudyalar o'zini ishini, har bir sohani, kasbini egasiga aql o'rgatishlik bu nodonlikka kiradi. Va aynan giyohlar bo'yicha kamsitishlar bilan negativlar yozishingiz bizga aloqasi yo'q. U sizning aqlingiz darajasini bildiradi. Endi erkak kishilarning foizlariga keladigan bo'lsak, prostatalar shamolayotgan bo'lsa, jinsiy zaifliklar bo'layotgan bo'lsa, to'shakdagi o'sha tez bo'shanishliklar va o'sha aloqalarning nisbatan kamayib ketishliklariga birinchi o'rinda buyrak shamollashliklari va prostata bezi shamollashliklari va asabiy toliqishlar sababchi bo'ladi. Ba'zan o'ta ko'p stresslar ham bu narsaga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Demak, prostata o'ti 2 choydan 1,5 choy qoshiq olinib, yarim litrlik bankaga solinadi va tulkumoyaydan 5 dona yoki 4 dona olib turib, maydalab bu ham orqasidan solinadi. Ravoni ochib turib, ichidagi o'sha buyrakka o'xshab turgan mevasini maydalab turib, bundan yo 2 ta yo 4 ta solinadi. Agar ravoni topolmasangiz, prostata o'ti 2 choyimiz bilan mana bu tulkumoyayning o'zi kuchi yetadi. Agar buni ham ravoni ham topolmasangiz, tulkumoyaydan 7 dona solsangiz, 7 ta donasini o'zi ham buyrak shamollashliklarini uzoq muddat 2-3 oyda yo'qota oladi shamollashliklarni. Uchalasini shu tartibda kechasi 12 yoki 10 larda 500 grammga damlab qo'yasiz. Ertalabgacha turadi dam yeb. Ertalab 6 da suzib olasiz. 6, 8, 10, 12 har 2 soatda 2 ho'plamdan ichib, yarim litrda tugatasiz. 15 kun iching. 15 kundan keyin 10 kun dam oling. Yana 15 kun iching, yana 10 kun dam oling. 2 ta kursdan 4 kursgacha. Kechasi damlab qo'yasiz, ishga ketsangiz termizga, baklashkaga qo'yib o'zingiz bilan olib yurasiz. Har 2 soatda 2-3 ho'plamdan ichish hech qanaqa muammo tug'dirmaydi. Demak, mana ravo, prostata o'ti 2 choyi, tulkumoyaydan 4-5 dona, ravodan 2 ta 4 ta dona, prostata o'ti 2 choyimizdan 1,5 choy qoshiq kifoya qiladi. Mana bu pachkamiz 30 kunlik hisoblanadi. Mana bu tulkumoyaydan 100-120 dona ketadi, ravodan 1 siqimcha ketadi. Umumiy 1,5 oy, 1 oyligimiz taxminan 450 ming atrofida bo'ladi. Shuni hammasi 450 ming atrofida bo'ladi. Uchala kompleksimiz. Endi bularni ichish davomida mana archa isiriq yog'lari juda ko'p ko'rsatyapmiz. Archa yog'i, isiriq yog'i va malham 2 yog'i. Uchalasini olishga mablag'ingiz bo'lsa, uchalasidan bundan 1 choy qoshiq, bundan 1 choy qoshiq piyolaga solasizda, 15 tomchi malham 2 dan solib, aralashtirib, pechkada isitib, quvuq bel, oyoq tagi tizzalarga surtasiz. Kechasi peshobga ko'p chiqish, prostata shamollashliklari, oyoq qo'llarni zaxlashini hammasini ketkazadi. Bular ichkaridan davolaydi, bu tashqaridan. Nihoyatda yaxshi natija topasiz va bizlar natija topayotganlar juda ko'p. Mana bu yog'larda har kuni kechasi uyqudan oldin bir mahal surtib yotiladi. Xohlasangiz ertalab yana bir mahal surtib ishga ketsangiz, yupqaroq qilib surtib ishga ham ketaverasiz. Mutlaqo ziyoni yo'q, hech narsaga surtilib ketmaydi, tez shimiladi. Mana bularni bajaring, inshaalloh shifosi yaxshi bo'ladi.
Keyin yana qo'shimcha maslahat, o'sha tez bo'shanishlik, erkaklik quvvati pastligiga shifo kalsiy degan narsamiz bor. 80 ming so'm turadi. Ikkita ertalab, ikkita obedda chaynab yeyiladi. Buni ham foydasi juda katta. Bularni ichib, bularni surtib, licheniyani tugatgandan keyin shifo kalsiyni yeyilsa va YouTube'da, shu Instagram'da Turkiyani asallik yuraydi rasmi bor ko'rsatyapti-ku, tabiiy Viagra, uni ziyoni yo'q. O'shani ham ishlatsa bo'ladi. Mana shifo kalsiyni ham ishlatsa bo'ladi. Tabiiy narsalarni biz o'zimiz tabiiy bo'lsa maslahat beramiz. Hech qachon birovning mahsulotini reklama qilib chiqmaganmiz. Shunchaki o'zimni ilmim, o'zimni qobiliyatim bilan nima xalqqa yaxshi bo'lsa, nima manzur bo'lsa, o'zimga, oilamga nimani ravo ko'rgan bo'lsam, shularni ravo ko'ramiz. Ba'zi narsalarimiz qimmat bo'layotgan bo'lsa, bularni ishlab chiqarishi, kelishi, mana bu yoqqa 5 million arenda berishimizdan va to'lovlarimizdan chiqib biz ham narx qo'yamiz. Agar biz shu narxlarni qo'ya olmasak, bizlar ham bu yerda ishlolmaymiz. Hamma narsani to'lovlari bor. Svetka to'laysiz, arenda to'laysiz. Agar bizniki qimmat bo'lsa, doktor ko'p, tabib ko'p, boshqalarga murojaat qilasiz. Ozgina va sozgina qilib, biroz bo'lsa ham tushuncha berishga harakat qilyapmiz. Alloh taolo kimga sababchi qilgan bo'lsa, o'shalar shifo topadi. Sababchi qilmasa hech kimga shifo ulasha olmaymiz. O'zidan so'raymiz. Sog' salomat bo'linglar, kayfiyatni ko'taringlar va doimo xushfe'l bo'lib, shifo topib yashashlaringizni tilab qolamiz. Alloh taolo barchalarimizga ilmi, ofiyatini bersin. Salomat bo'lasizlar.